Bugungi sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan mahsulotimiz Wi-Fi smart kamera hisoblanadi. Redmi, ya'ni Mi firmasining mahsuloti bo'lgan kameramiz. Ko'rishingiz mumkin, 360 gradusgacha aylanadi. Wi-Fi tizimlariga ulanadi. Masofadan Wi-Fi tizimiga ulanadi va kuzatish imkoniyatini beradi. HDMI formatda videolarni zapis qiladi, yozadi. Xo'p, obyektni kuzatadi. Fleshka orqali masofada fleshka orqali ishlaydi. Xohlasangiz bulut tizimi ham mavjud. Xo'p, mikrofoni mavjud. Ikki tomonga gaplashsangiz bo'ladi. Sizning gapingiz ham ularga eshitiladi, ularning gap ham sizga eshitiladi. Xo'p, 360 gradusga aylanadi va tungi kuzatish tizimi ham mavjud. Tunda ham bemalol tiniq formatda kuzatish imkoniyatini sizga taqdim etadi. Narxi ham juda ham qimmat emas, arzon, o'rnatish ham juda ham qulay va oson hisoblanadi. Kameramizning ko'rinishini Xo'p, kameramizning narxi 310 ming so'm. Ko'rinishini ko'rib turibsiz. Xohlagan joyga shu turishida qo'ysangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz tepasiga patologga qotirib qo'ysangiz, mana shunaqa qilib yozsa ham qo'yib qo'ysangiz ham yozaveradi. Bu yerda o'zining qotirgichlari mavjud bo'ladi. Ko'rinishi shunaqa, 360 gradusgacha bemalol aylanadi. Kallalari ham aylanadi. Bu yerda esa fleshka micro SD karta qo'ysa bo'ladi. Kuzatish imkoniyatini beradi. Xo'p, mahsulotimizning ko'rinishi shunaqa. Narxi ham qimmat emas, narxi ham arzon va ishlatsa bo'ladigan narsa, ya'ni tuftasi emas. Umuman ishlatib bo'lmaydigan emas, yaxshi ishlaydi. Sizga yaxshi xizmat qiladi. Obyektni kuzatish imkoniyatini beradi. Narxi ham unaqa qimmat emas, 310 ming so'm turadi. O'rnatish ham juda ham oson. Xo'p, korobkasining ichidan nimalar chiqadi? Korobkasining ichidan o'zining USB kabeli chiqadi. Mana bu esa patologga qotirib qo'yiladigan narsasi. Ya'ni teskari qilib patologga qotirib qo'ysangiz, keyin shuni kiygizib qotirib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, keyin yana nimasi chiqadi? Boltlari chiqadi, ichidan yo'riqnomasi chiqadi. Qanday o'rnatish haqida yo'riqnomasi chiqadi va o'zining galovkasi chiqadi. Ichida ko'rib turganingizdek galovkasi yoqadigan, общий yoqadigan narsalar ichida. Hamma narsasi bor. Bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, Android kabel qo'yiladi. Mana o'zining kabeli mavjud. Kallasi ham mavjud. Shunchaki olib borib qo'ysangiz bo'ldi uyingizga, ofisga. Xavfsizlik masalasi bo'yicha bemalol ishlatsa bo'ladi. Masofadan kuzatish imkoniyatlari bor, tunda ko'rish imkoniyatlari bor. Uyingizdagi bo'layotgan voqealarni masofadan turib maza qilib kuzatib o'tirsangiz bo'ladi. Juda ham zo'r narsa. Masalan, boshqa joyda bo'lsangiz ham farzandlaringizni 24 soat mobaynida onlayn kuzatish imkoniyati, oilangizni bag'ridagidek his qilish imkoniyatini mavjud bo'ladi. Xo'p, zapis qiladi, fleshka qo'ysangiz, hamma narsa qiladi. Ya'ni qimmat kameralar nima funksiyani bajarsa, bu ham deyarli shunaqa bajara oladi. Xo'p, kanalimiz a'zolari, videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, mahsulotimiz sizga yoqqan bo'lsa, buyurtmalar berishingiz mumkin. Telegram kanalimiz orqali har qanday viloyatga yetkazib berish xizmatlari mavjud. Xo'p, videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, bizlarni kuzatib boring. Hozircha xayr, salomat